Oyi, tuqqan onangman demang. Axir men o'sha la'nat ayolning o'g'liman-ku, to'g'rimi? Siz meni onam emassiz. Bas! Ahmoq ekansan. Mana o'zingiz ko'rdingiz. Onalik testi tasdiqlanmagan. Meni onam emassiz. Rostini ayting. Iltimos meni qiynamang. O'char! Deyka qilibsan-ku, nima qilasan mendan so'rab? Yoki hali yoshib qiqilyapsanmi? Men bu gaplarni sizdan eshitgim kelyapti. Men seni tug'maganman, otang boshqasidan olib kelgan deb ayting menga. Ayting. Haqiqatni ko'zimga o'zingiz ayting iltimos. Yoki noto'g'ri gapiryapmanmi? Doim meni kamsitgansiz, to'g'rimi? O'zingizdan uzoqlashtirgansiz meni. Har doim o'sha Temurni birinchi o'ringa qo'ygansiz. Chunki men sizni bolangiz bo'lmaganman. Mana shu uchun shunaqa ajratib kelgansiz, to'g'rimi?